Assalomu alaykum, xush keldinglar. Bugungi videoda sizlarga o'zim anglagan, ko'rgan, uchratgan barliq Uyg'ur YouTube kanallarini birma-bir tanishtirib chiqmoqchi. Qani hamsa o'zinglar yana bir telefoninglarni yoki bo'lmasa kompyuterlarni ochib, birma-bir qo'shib olinglar. Hammamiz o'zaro bir-birimizni qo'llashaylik. Avval yangidan ochilgan bir nechasini ko'rib o'taylik birlikda. YouTube kanalı açıldı. Aldı bilen Kanada'daki YouTuber Aças Çırayla kardeşke rahmetli sanılmaydı. Sizga rahmat. Sizga köp rahmetlendirdiniz. Şunda ahir ben degan işençik kelib bunu etishni qaror qildim. Endi men birinchi qatimliq bu videomda oddiy bu Yana birini ko'raylik. Assalomu alaykum, Istanbuldan hammalarga salom. Men Zulhaya Mirzat. Bu mening tunji qatimliq YouTube videom. Bu video tonish videosi bo'lsin deb qo'yildim. Shunga taqdim bag'dan gap qilamiz. Vatanda bir odam battigu abay taqqa tuqqanmi xudoyim. Başlaydı meydumlar. Bundan sonra şu yaxshi fursat var. Cuma günü, şenbe günü, gündüzü, şenbe günü keçide. Yekşenbe günü işlesanız mı yaxshi bo'lgan kun. Malada ondan sonra degan jiq uy yok eyneydigan. Kökünüz halayımız deb qalsanız 3 bosqich var. Eng muhim 3 bosqich var. Ana shu 3 bosqichga nihoyat diqqat qilishingiz kerak. O'zinglar ko'rganinglardek, yangi kanallar ochilyotdi, davomli chiqyotdi. Bu qarindoshlarimiz ekran oldiga chiqib, o'ziniki bilganlarini so'zlayotdi, o'rtoqlashib. Bu meniki intayin suyungan ishlarimningki birisi, yaqinning yaqin bo'layotgan ishlardan. Nima deganda men shu YouTube'ga chiqishni, YouTuber bo'lishni, ekran oldiga chiqishni davomli tashviq qilib, har xil usullarda, masalan, shu pul topqili bo'ladi degandek usullar bo'yicha boshqalarni qiziqtirish orqali ekran oldiga chaqirib, yaqin ashundoq yangi videolar, yangi kanallar ochilayotganligidan men bak xush bo'ldim. Ozroq bo'lsa-mu, mening kichikgina to'pam bo'lsa-mu deb o'zim shundoq maqtab keldim. Bo'lsa texim jiqroq qachonlar qani hamsa, hammamiz birlikda birdan avval ko'rib boqaylik. Undaq bo'lsa rasmiy holda YouTube kanallarini birdan tanishtirishga boshlasam, oldi bilan xabar kanallaridan elib aytaylik. Shu xabar kanallaridan Uyg'ur TV bor. Men o'zim yoqtirib ko'rgan kanallardan shu Istiqlol TV, Arkin Osiyo radiosining haftalik xabarlar, bu programmalar degandeklar bor. Programlarni ishlayotgan har xil suhbatlarni o'rinlashtirayotgan Pidoylar biz ekrani qatorliqlar bor. Yana Husayn Tajalliyevningki Pidoylar ekrani, Dunyo Uyg'ur qurultiyining xabarlari, yana nim xabarlar bor. Ishqilib asosan ashundoq Uyg'urcha, turkcha ikki xil kanallarimiz, xabar kanallarimiz jiqroq. Anandan keyin yaqin yana bir ingliz tilidagi xabarlar kanali ochilibdi. Tayrimin boshchiligidagi Tayrimin qatorliq bir necha qarindoshlar ishlagan shu bir YouTube inglizcha xabarlar kanali ekan. Ko'pchilik uningga ergishishinglarni umid qilaman. Hammamiz o'zaro bir-birimizni qo'llaylik. O'zim odatda ko'rgan xabar kanallari yana shundoq shu boy tilga ilib o'tgan bir muncha kanallar shu. Onundan boshqa yana o'zbeklarniki, qozoqlarniki degandek xabar kanallarini mazati ko'rman. Qozoqcha masalan Ozodlik xabari degandek bir muncha yaxshi kanallar bor. O'zinglar izlab baqsanglar bo'ldi. Xabar ko'rmoqchi bo'lsanglar shundoq nurg'un yaxshi xabar kanallarimiz bor. Hammasi bir-biridan esil yaxshi qilayotgan. Boshqa shaxslarniki kanallarini tanishtirishni hamda o'zimningki shu videoning ostiga ulangan shu videoniki ostiga yozib qo'yinglar deb chaqirib qolgandim. Shu yozib qo'yganlarniki shu yerdan avval bir boshlasak. Shu videomda 2020 yil, 20 yil nima yili bo'lsin, u yili bo'lsin, bu yili bo'lsin deganda o'zinglar anglab baqsanglar bo'ladi. Ondan keyin ko'pchilikni o'zi bilgan kanallarniki ulanishni shu videoniki ostiga yozib qo'yinglar degandim. Turan Uyg'ur TV buni ichib ko'rib boqaylik avval. Turan Uyg'ur televiziyasi, buningda shu vatanimizniki bevositalam video bayon ochaylik. Abon soni, buningda shu o'zimizniki vatandan chiqayotgan yangi naqshlar, kinolar, qisqa filmlar degandek hamma nima bor ekan, mikrofilm degandek. Turan Uyg'ur televiziyasi. Sizning ishlaringiz o'ng'ishli bo'lsin. Texmo taraqqiy qilg'aysiz. Bo'lsa yana birini ko'raylik. Edukut biz deb yana birisi bor ekan. Vatanimizniki go'zal manzaralarini chiqaradi deb yozibdi. 94 subscribers, okay.
Videolarınız upload'ız qarab baqaylı. Hop. Manzaralar barkan asosliqi. Vatanni seg'inganchalik kirib ko'rib chiqing. Yana birini ko'raylik. Assalom Ahtan TV. Bu qandaqdu? Ruscha, qirg'izcha, qozoqcha yoziqlardagi nurg'un kanallar. Maningga ulanishga kirib nim qilinglar. Ma adresi Assalom Ahtan TV YouTube kanali deb yozibdi. Bu kanalninki tushundirilishiga qarab baqsaq, o'qmadim. YouTube'niki videolariga qarab baqsaq, shu xalq naqshlari jiqroq o'xshaydi. Qiziqadiganlar kirib abunent bo'linglar. Yana bir ulanishni ichib ko'raylik. Gulzira Uyg'ur bu qizninki kanalichi. Ohoy. Yaxshi kanal chiqibdi. Buningda nimalar bordi? 78 subscribers, 78 abunent bor ekan. Buningda shu naqsha, etod degandek bir narsalar bor o'xshaydi. Tushuntirilish qismiga qarab baqaylik. Kanalimda Uyg'urcha naqshlar, tushuntirilishi yanoniki mayda Instagram adresi degandek tushuntirishlar bor ekan. Shu kirib odatda o'zinglar shu videolarga playlist, channels, abunent, tushuntirish qismi degandeklarni ichib ko'rib baqsanglar, shu kanal to'g'riliq nurg'un narsalarni bilalaysizlar. Undaq bo'lsa yana davomliq ko'rib baqaylik. Yana nimalarni qoldirib qo'ydi ekan. People in ET, East Turkestan. Maniki ulanishiga kirib qarab baqaylik. 17 subscribers uploadisning ichida bir muncha. Ma Reis To'lqin Esoniki bir suhbati bor ekan. Boshqa narsa qarab baqaylik. Diniy asabiylikning ifodalari, aldamchilarning oqibati, naqsha. Naqsha, yumor, qisqa film, 10 sekundlik, 15 sekundlik, 1 minutlik, 5 minutlik. Hamma nima bor ekan, kirib aylanib ko'rib chiqsanglar bog'dek zerikkancha oladimi? Keyingisi karton, Uyg'ur karton filmi, karton kanali bor ekan. Mayda maxsus bolalar uchun ishlangan bir narsalar jiqaqchan. Uyda farzandlar borlar, bu kanalga kirib, o'zinglarninki bolalarga yoqtiradigan bolalar dunyosi mana bu yer ekan. Voy, bu soplam Xitoycha bir narsalar loyihalangan voy. Hamma nima bor ekan. Yana birini ko'raylik. Qachon ko'rib bo'lamiz buni? Ulanish TV. Ulanish TV'ga ko'rib baqaylik. Abunent soni chiqmaydigan qilib qo'yibsiz, qoltisiz-ku. Men mana shunday qilib olsam o'g'dek. Videolari Pah. Yaqindan yangi chiqayotgan etodlar, qiziqarli filmlar bor o'xshamdi. Tushuntirishini ko'rib baqaylik. Tushuntirishida assalomu alaykum. Ko'k bayroqni vatanga nasib qilsin. Okey. Amin. Inshaalloh. 100 ming qatimdan ortiq ko'rilgan 2018-yili oktyabrning 23-kuni qo'shilgan. Tez taraqqiy qilibsiz, xeyli jiq videolaringiz bor ekan. Texnik taraqqiy qilishingizni umid qilaman. Okyanus Uyg'ur Music. Naqshchilar. Naqsh chiqandi desam, faoliyatlarimiz chiqyotdi. Videolarni ko'rib baqaylik. Naqshlar, menda bizningki bu naqshlarni unda ko'chirmachilik qilmanglar, birisining kanalidan ko'chirib akab, yana birisiga qilib. Keyin baribir kanalingiz pul tepishga boshlagan chog'dami, sizningki u chiqargan videoingiz birinchi bo'lib kim chiqargan bo'lsa, topgan pulingiz shu kanalninki egasi aslida dastlabda chiqargan kishi ketib qoladi. Meniki bir ishki videoim mana shundaq. Bir Uyg'ur oshxonaga berib ishlagan videoda oshxonaning ichidan chiqayotgan muzika, bir Xitoyning kanalidan chiqayotgan muzika ekan. Ammo shu videoimdan keladigan pul shu Gulsaydaxon degan naqshni aytgan kanalga ketadi. O'zinglar ishlanglar. Yana nimalar bor ekan? Qaysini ko'rdik qo'ya? English with Erkin. Yangi chiqqan foydali kanal. Uyg'ur tili bo'lgan qarindoshlarning ingliz tili saviyasini yaxshilash va o'stirish maqsadida bu kanal qurildi.
Agar ingliz tilini o'zgacha va yangicha usulda o'rganmoqchi bo'lsangiz, diqqatingiz davomli videoda bo'lsin. Yaxshi. Uyg'ur tili Manda foydali kanallar chiqib o'tibdi jumu. O'zinglar bilgan mashundaq turkcha o'rgatadigan kanallarni chiqarsanglarmi bo'ladi. O'zinglarniki chiqib qaysi chet alohidaligi bor bo'lsa. Yana qanday videolar bor? Oldi o'zim bilgan hozircha madahlam so'zlab turay. Ashundaq Uyg'urcha kanallar texmo ko'plab chiqsin, yaxshi bo'layotibdi. Hamda o'zimizningki tilida emas, Uyg'ur bolalarningki boshqa tillarda ishlagan kanallarim bor ekan, intayin yaxshi ekan. Men sizlarga bir misollarni elib ko'rib baksam, Uyg'urman deb bir bola inglizcha so'zlab o'zimizningki Uyg'urjanmi boriz? Uyg'urjanda birsini yozib qo'yib, mana bundan shu naqshi musiqalar degandek ma Uyg'urjan YouTube mana qimo azab bo'laydilar. Qachon zerikkanchalarda kirib naqshi baxshanglab. Yuragimda ma la 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 li li ekanda. Vatandam madam savdo bo'lib ketibdi deb. Uyg'urman. Ma'volniki qanalini ko'raylik. About who is the most brutal killers in the world history, which is Chinese Communist founder chairman Biz ana shundoq YouTube kanalini umid qilamiz. O'zingiz qaysi tilni bilsangiz shu tilda ishlasangiz bo'ladi. Ingliz tilidagi yana bir kanalni tanishtirsam, ingliz tilida yechilgan yana bir kanalni tanishtirsam, Aliya deb bir qiz bor ekan, tamoq etishni tanishtiradigan inglizcha. Bak umoq bak yaxshi, shundoq hammasi bak. Birlikda anglaylik. Hi, welcome to the channel Dolanchik. I'm happy you are here again in 2020. Today we are going to make bazar naan. Undan boshqa yana kitob o'qish qiziqadiganlar o'zinglarniki nimasida, o'zinglarniki uslubda kitob o'qish nim qilsanglarmi bo'ladi. Ma bu Parizat xonim deb bir mono kanal bor. Kitoblarni, anandikin Facebookdagi yozmalarni, shunday yaxshi narsalarni hammasini u yoqdan chiqib o'quvchi bu yoqdan hammasini o'qib berdi. Odatda kitob o'qishga vaqtinglar yetmasa, shu kanalga a'zo bo'lib, yo'llarda ketayotgash, tamoq atgash degandek shunday vaqtlarda vaqtning ichidan vaqt chiqarib kitob anglashni o'qisanglar bo'ladi. Parizat xonimnikidan boshqa yana Izbosar deb u xonimning ismini bo'g'oydi. Izbosarg'u deyman ismini qilishcha kanalniki ismi. Bu kanalda shunday kitoblarni o'qib beradigan shunday bir kanal ekan. Undan boshqa yana nim kanallar bor. Til o'rganmoqchi bo'lsanglar, boya chiqqan, yangidan ochilgan Arkin ingliz tili deb u balnikiga abon bo'lsanglar bo'ladi. Undan boshqa yana Atlan ingliz tili deb Qosim Jamolovniki Atlan ingliz tilida buningdami saviyasiga qarata har xil saviyadagi til o'rganadigan videolar bor ekan. Undan boshqa yana turkcha inglizcha dars o'tadigan bir aylan bor. Turkcha, Uyg'urcha, inglizcha ashuna tillarni qo'shib o'tib O'rin kelish qo'shimchasi, ya'ni turkcha bulunma durumu. Bunda yaxshi kanallarimiz bor ekan. Endi bu o'rin kelish qo'shimchasiligimiz nima desak savoldoshlar. Hozir menga biz yozib qo'ygandek, foydali yaxshi kanallarimiz intayin ko'p ekan. Mobilniki YouTube kanalida pul tepish haqida boshlabdi. Birinchi videosini abon soni 12. Birinchi videongizdan pul tepishni boshlab tushibsiz qo'y. Qani ko'pchilik anglab boqaylik. Men manglagandim, bir yerimda angladim, vaqt chiqarib bir qolganini anglab boqay. Ammo ba'zi fikrlarga men toza ancha qo'shilib ketmadim. Masalan, barmoq berilgan qatim soni ustiga qaragan jiq bo'lsa, jiq ko'rildi, ostiga qaragan jiq bo'lsa, oz ko'rildi deb undaq emas. Ba'zida mushu dislike button mushu bak ko'p bo'lib ketib,
ko'rilish qitim soni chaqlab ketgan, nom chiqarib ketgan, xalqlar yoqtirmasligidan nom chiqarib ketgan mana bir kanallarmı bor. Qolgan fikrlarni boshlangan fikrlarim yaxshi yomon emas, yaxshi fikrlar bor ekan, ko'pchilik anglab boqsanglar bo'ladi. Yasin G'ani. Uningdan boshqa yana o'zimninki kanallarininki ichiga bir munchijiqqina tizimliklarni tizolgandim, shularni ko'rib boqaylik. Talk to East Turkestan. O'zim tizimlab olgan kanallardan bu yerda Uyg'urman degani boy kirib ko'rib chiqdik. Uningdan boshqa Uyg'ur Tube, Dunyo Uyg'ur klubi, Parvoz klubi, Uy darsning ichida shunday yaxshi bir narsalar bor ekan, to'r darslari. Andan keyin bu Talk to East Turkestan bizniki Uyg'ur davoyimizdan olib kelayotgan bu undan shunday yaxshi jiq faoliyat nimalar bor. Xabarlar degandek inglizcha, Uyg'urcha. Tarim ekrani, bundan jiq narsalar bor ekan. Uyg'ur media, Uyg'ur Haqqan bu yoq uzun bo'pti, chiqarishni to'xtatib qo'yibdi. Video chiqarishni. Burungi nurg'un eng dastlabki nimalar o'xshaydi. Uzun yillar ilgari boshlagan YouTube kanallardan biri o'xshaydi. Adil Uyg'ur 31 sizniki qanaqlar? Yana bir kanal bor ekan ras. Bu Guldiyor bu qiz maxsus kirim qilishni nima qiladigan, o'rgatadigan Uyg'urcha kanal. Masalan, qarab baqsaq, buni Uyg'ur sahna kirimini qanday qilamiz deb bu qizning ismi Guldiyor Nurmamat. Mushundaq hozirgi chet elliklarniki kirim qiladigan kanallar bor. Ashlardan qilishmoqdek darajada shundaq esil videolar bor. Chiroyli kirim qilishni o'rgatadi. Bir necha oyda bir qatam shundaq qizlarga kirim qilishni o'rgatadigan kanal. Qolganlari o'zimniki bu Kanadalik adash. Atlan ingliz tili, 5 minute script. Uyg'ur TV kanali. Excuse me. Diyorim kanali. CNN'ninki turkcha kanalda shunday yaxshi bir narsalar bor ekan, kishilarninki hikoyalarini, hayot turmush hikoyalarini so'zlaydigan. Shundaq videolarni men ishlaydigan bo'lsam deb ketman. Sog'liq saqlash bilimlarida Mamatjon Qurbon bu bizniki Kanada, Torontoda yashaydigan asosan shu tan sog'liqqa oid bir narsalarni ko'plab ishlaydi. Shu odamniki badanniki kirib abon bo'lib darsliklarni anglab baqsanglar bo'ladi. Turan TV baydidoq. Do Turkistonlik Uyg'ur aktiv faoliyatchilarimizniki birisi Turkiya Istanbulda. Shu har xil suhbatlar bor. Guvohlik videolarini ishlaydi. Leksiyalar bor, har xil faoliyatlardan ilingan ko'rinishlar degandek shu Istanbuldagi Turkiyadagi faoliyatlarni ko'plab taqitidi. Kanalga abon bo'lib ko'rib baqsanglar bo'ladi videolarini. Yaxshi bir narsalar xili ko'p. Xato bo'lib qoldi. Partiyalar kinib ekan, bu qizniki videolar shunday chiq bir narsalar bor ekan. Avstraliyalik bir kichik qizchaqninki uchrab qoldim sizlarga. Mana Kanadadagi bolalar bilan Avstraliyadagi bolalarniki kanallarini ko'rsatay. Kamila qiz singillari bilan ishlagan, do'stlari bilan ishlagan bundaq videolar bor ekan, ko'rib boqaylik. I'm doing a fruit cup. Kamila qizniki do'stlar chopishoq ekan qo'y. I have one of those. A spoon? Do I have one? Yes, you do. Allah bolalar. Oh, thank you, Demetrius. This is mine. Kanadadagi bir oylik ishlari uşaq bolalarniki biri nimsivati ele ko'rsatib qo'yay sizlarga. Kanadadagi bolalarniki qanday cho'ng bo'lganligini, bo'layotganligini ko'rmoqchi bo'lsanglar, bolalarniki qiziqarli harakatlari ediki.
Akomak. Qani nada bo'g'iti? Bakchiq bir narsani saqlab ekanman, buni mu? Sizlarga o'tganda bir videorim degan bu Jinal degan qiz shundoq birinchi videosini chiqariblar million ko'rishga timsoni bo'lib ketgan o'sha. Shundoq tez suratda. Nada bo'g'iti? Uyg'ur TV xabar. Bevositamiz ismini kirgizay. Tursun Roza oilasidagi bolalarniki o'sib cho'ng bo'lishini ko'rib beqinglar. Baygumoq ularniki qiliqlari. Talont sahnasini o'zlari yasaydi tehi. Yumorlari battiqini chiqarib yetibdimi? Dadamı tanış bu yine. Ama bu kadar da ya kapat sana. Dadam benim kusura bakma. Sorar gelsin sonra asmanın çıkmalı belki. Asmanın çıkan başka senden sonra. Yana bir videosini ko'rib boqaylik ya. Bakaya yaxshi o'ynadi, Bakaya. Balaliq o'y bozor, balasiz o'y mozor degandek. Bolarchi postningda yaxshi mana. Kanadalik bolalarniki cho'ng bo'lishi. Futbolchi bola. Kanadadagi bolalarniki faoliyatlarini ko'makchi bo'lsanglar, bu Tursun Roza akamizniki bu kanaliga o'zgi Uyg'ur oshxonasiniki xo'jayini, ularniki bolalari o'zlari bolalarniki kanaliga ana shunday pat-pat o'zlariniki faoliyatlarini, uyda o'ynaganlarini yo'lab qo'ydi ekan. Arslan Live, Arslan Hidayet kardeşimizniki bu yangidan nima qilibdi? Arslan Hidayet kardeşimizniki videolar asosan Facebookda hamda boshqa cho'ng xabar kanallarida. Onundan boshqa faoliyatchilarimizniki shundoq masalan Erkin Sidiq bu akamizniki mataddan chiqqan xabarlarni davomli bizga yetkazib turadi. Husayn Tejalli u ekranda pat-pat nima programmalarni o'rlashtirib turadi. Hozir yaqin oyoqqa tanishib qoldik. Ondan keyin Uyg'ur radio televiziyasi deb cho'ng bir men eng yoqtirib ko'radigan kanallarniki. Ondan keyin Abdullah Xulja deb bu yoqmu faoliyatchilarimizniki bir o'dayman buniki videolarini kirib ko'rib beqinglar. Ondan boshqa yana boy deb o'tgan Uyg'ur National Network TV inglizcha kanallar mana kirib olni. Kanalga a'zo bo'lib tilini tushunsak hammasiga mana barmoq belgisini besib qo'yaylik. Biz o'z millatimiz, xalqimiz uchun bir narsani qilayotgan bo'lgandan keyin bu afg'on qizi Firoza Uyg'urlarniki dardini dunyoga anlatayotganda to'kib qo'shgan million ko'rinishlik videolarni tarqatgan qiz. Bularniki videolarni hammasini kirib ko'rib, barmoq belgisini besib qo'yib qo'llaylik. Bak toza toza yaxshi tayyorlik qilmadim ish qilib
Taqtuqqa bolsunmu, bu yerden bolsunmu yığıp koygan aşında kanallarım barken isimlerini bir ko'rib ödüm özüňlar. Ýaktyrganlaryňlarnyň hemsine abone bolup, özüra bir-birimizni goluşup, menim gollap bu videomyňky astyga menim gollap bu videomyňky astyga kommentlarny ýazyp, barmak belgisi üstüne garagany besip goýaly. Ýani videolarym dowamly çykyp durdy. Hepde ahyrdyky günleriňler ýaxşy olsun, işleriňlar oňuşyk bolsun. Keleki videoda görüşeli. Haýry hoş.